bizga kelganda umri qisqaroq. Alloh taolo hushyor tortishlikni bersin. O'ylab o'ylamasdan soch soqolga oq kiradi. Yana hech qancha o'tmasdan oxiratda ko'rishadigan bo'lib turibmiz. Buni har daqiqasini g'animat bilsak ekan, hech kim bu joyda, hech kim bu yerda kapatikib yotib qolib ketmaydi. Hammamiz haqiqiy vatanimiz oxiratga o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo har birimizni fikrimizni ochsa ekan, himmati oliy bersa ekan, toki yaratgan Rabbimiz Haq Jalla va Aloni rozichiligini topaman deb menga buyurgan buyruqlari qaysi ekan, men bir qator bilay, o'sha buyurgan buyruqlarni hammasini bir bajaray, toki rozichiligini topay degan bir himmat kelsa ekan. Nima narsalarni bizga man qilibdi, men uni qunt bilan o'rganib, man qilgan joylardan qaytay. O'sha Alloh taolo man qilgani uchun qaytdim degan e'tiqod bilan uni ajri savobini olay degan fikr kelsa ekan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat qilib qo'yganligidan nihoyatda mamnunmiz. Allohga milliard shukr. Toki Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning ummatiga bergan qator barakotlar bor. O'sha barakotlardan bittasi masjidlarda jamoatda namozlarni o'qib qoluvimiz. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 3 xonadon yoki undan ortiq musulmon biror joyda yashasa, albatta erkaklari bitta joyda to'planib jamoatda o'qishligini sunnat qildilar, sunnat muakkada qildilar. Ba'zi bir ulamolar vojib deyshadi. Toki o'sha jamoatda o'qib qolgan har bir namoz 27 barobar ko'paytirilib yozilajak. U degan so'z 100 yil ibodat qilgan odam bo'lsaydi, 2700 yil ibodat qilgandek savob olgan bo'lar edi. Shundoq barakotni Alloh taolo bizga berib qo'ygan ekan. Avvalo himmati oliy bersin, jamoatda o'qishlikka bir harisman bo'laylik. Ikkinchi biri shuki, jamoatlar uzoq bo'lganda, mahallalar olis bo'lganda, mahalla masjidlari mahallani u boshida ham, bu boshida ham, o'rtasida ham, chekkasida ham bo'lsa nurun ala nur. Toki kiyim almashtirmasdan, poyabzal kiyib, yalang'oyoq takbir aytganda yugurib kirib birga jamoatda o'qib qolingan bo'lganda, o'shanda ham 27 barobar olinadi. Bunga hech qachon qarshilik bo'lmasa ekan, bunga ilojini boricha bosh qo'shsak ekan, masjidlarni soni ko'paysin. Toki hamma erkak musulmon masjiddan foydalanib qolsin. Ozgina umr ichida 27 barobar savobni hamma olsa ekan, kim ham o'shanga sababchi bo'ladigan bo'lsa, Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam jannatdan qasr va'da qildilar. Alloh subhanahu va taolo har birimizga o'sha qasrlarga ega bo'lishlikni muyassar etsin. Toki hol hayotimizda masjidlar quraylik, masjidlar ochaylik, masjidlarni bo'lishiga va unga jamoat jam bo'lishiga sababchi bo'laylik. Toki ummat Muhammadiya birorta xona saloti qolmasin. Toki hammalari jamoatda namoz o'qisinlar. Marhum Hoji dadamiz o'sha jamoatda salkam yarim asr mehrobda bo'ldilar. Bunga da'vat qildilar, bizlarni ham da'vat qildilar, boshqalarni ham, boshqa shogirdlarni ham da'vat qildilar, ahli mahallani ham. Toki oxirgi umidim shu mehrobda turib jon topshirsam ekan, shu bitta orzuyim qoldi-da deb yaqin o'rtadagi o'tirishda gaplashganimizda aytdilar. Alloh subhanahu va taolo tilagan maqsadlarini berib mehrobda ketdilar. Toki o'sha mehrobda va'z aytayotgan holatda, da'vat qilayotgan holatda, Alloh taolaga chaqirayotgan holatda Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning merosini bajarayotgan vaqtida qiyomat kunida uyg'onsa ekan, u holat zot sharifga guvoh bo'lsa ekan.
Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam kim qaysi holatda qazo qilsa, qiyomat kuni o'sha holatda turajagini aytganlar. Alloh subhanahu va taolo har birimizni eng xayrli holatda omonatini topshirib, o'sha holatdan quvonadigan, o'sha holat xayriyatimizga guvoh bo'ladigan holatda o'tib olishligini har birimizga nasib etsin. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in. Alloh taolo o'tganlarimizni g'ayib rahmat aylasin. Xususan aytgan masalalarimizni xayri xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in. Rahmat ya marhamin. Dasturxon bi marhamat. Tavada keldilar, tavada. Qayerda biz o'tirsak, Avvalgi misollar ala oxirisi bo'lib qo'ygan. qarang, taqsiri. O'ng qo'llarga o'tirib olardim, nima bo'lsa menga beraveradilar. Hadisga muvofiq sunnan o'ng qo'ldan berishdi. Izzatulloh bechoradan ham chap qo'ldan qolib ketaveradi. Mana shu kuni qasam bo'lib ketgan ekan. Rosa. Yo'lda kelyapti. Bechora buni hammasi tashqarida. Men aytyapman. Haligi asrligida. Hozir ichida nimasi yo'q. O bor yo'q, ta'riflar vaqt keldi. Ya xursand bo'lardilar-da. Ya Xudo bergan. Bizni eshik aslida ojiz yo'qdan Biz o'sha turson qilishdi. Rasululloh taqdir. Bismillahirrohmanirrohim. Bizniki men Ostona ko'chasiga kirganman. Shu mashinada Anqalada 38-yil. Anqala. Bani tek. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى avlodlarimizni yo'qlab uyushtirilgan bu kamtarona xayri ihsonni dargohida qabul aylagan bo'lsin. Bu kishini yo'qlab bu yerga qadam bosib kelgan azizlarni barchalarini Parvardigori olamning o'zi murod maqsadlariga erishtirsin. Azizlar, hozirgina ushbu o'tirishning avvalida muhtaram Zokirjon hoji domlamiz ma'ruza so'zlarini aytib, hammani bir manfaatlantirdilar. Insonun qiblagohimiz haqlarida juda bir oliyjanob gaplarni aytdilar. Alloh bu kishiga xayr baraka bersin bo'lsin. Tashakkur aytamiz. Hozir men aytmoqchi bo'lgan gaplar odatdagi va'z nasihat ma'ruza qolipidan bir oz chetga chiqish bo'lsa, kechirasizlar. Ko'proq ushbu hammamizning boshimizga yetgan musibat eng aziz kishilarimizdan bir zotdan ajrab qolganimiz kunidan boshlab o'tgan voqealardan chiqarilgan ba'zi bir xulosalar desak xato qilmagan bo'lamiz. Hammamiz o'zimiz yo'qotgan zot ulamolarimizdan bir olim kishini, obidlarimizdan bir obid kishini sifati hamidalarini aytib esladik. Xalqqa bo'lgan muhabbatlari, mo'min musulmonlarga bo'lgan xizmatlari, ularga bo'lgan husn muomalalari
va shunga o'xshagan ko'pgina sifatlarini eslab o'tdik. Meni mulohaza qilishimcha, o'sha zotni xalqqa bo'lgan muhabbati o'zlariga xalq tomonidan muqobil ravishda, balki undan ko'proq bir hisob bilan qaytganligini guvohi bo'ldik. Bu kishi vafot etgan daqiqalardan boshlab xalq qayg'uga tushish bilan birga u zotni ehtirom bilan bir dafn qilish uchun harakatini boshlaganini guvohi bo'ldik. Yosh bolalardan tortib erkak ayollar, hukumat vakillari, ulamolar, qorilar, obidlar, zokirlar hammalarini ishtirok etganlarini ko'rdik. Shuning uchun oilamiz nomidan ularning barchalariga chin qalbdan tashakkur aytamiz. Qori domlalarimiz kichiklaridan tortib kattalarigacha o'zlarini qoriliklari yuzasidan vafot etgan ustozlariga, sheriklariga, duogo'ylariga bir yaxshilik qilish harakatida bo'ldilar. Bu harakat dafnlaridan keyin hozirgi lahzalargacha ushbu xonadonda bu yerni bo'sh qilib qo'ymasdan doimiy ravishda hozir bo'lib, qiroati Qur'on qilib savobini bag'ishlagan qorilarimizni mehnatida namoyon bo'ldi. Shu bilan birga deyarli har soatda yoki 2 soatda bir yo alohida qorilar yoki bir guruh qorilar kelib Qur'oni Karimni xatm qilganliklarini aytib, xatmi Qur'onni bag'ishlab turdilar. Kichik yoshdagi 6-7 yoshdagi kichik qorilar ham kelib Qur'on o'qib duo qildilar. Va yurtimizning eng katta qorilari ham, eng ulug' qorisi ham kelib bu yerda Qur'on o'qib, xatm qilib, yig'lab turib duo qildilar. Toshkentda Abdulaziz qori domla degan 100 yoshdan ortgan ulug' qori bobo borlar. U kishi o'sha Qur'onni kichkinaliklarida yodlaganlar, 12-13 yoshlaridan beri hozirgacha hech qanday tanaffussiz har yili Qur'onni xatm qilib kelayotgan qori. Taxminan 90 yil orasi uzilmasdan xatm qilgan kishi hisoblanadilar. Shogirdlari ham ko'p. Dushanba kuni kechasi mashina kelib to'xtovda chiqsak, orqasiga yotib olgan holda ketdilar. Suyab olib tushdik, chorpoyaga o'tkazdik. Auzu billahi bismillahini aytib, surayı İxlosdan o'qishni boshladilar. Keyingi 2 surani ham o'qib turib, keyin xatmi sag'ir qildilar. Undan keyin bag'ishlab duo qilib yig'ladilar. Orqasidan aytdilarki, men o'zim bir ko'nglimga tushib Qur'onni xatm qilayotgan edim. Surayı İxlosga kelganimda ko'chadan odamlar chaqirib kelib qoldi. Qiroatni to'xtatib ular bilan mashg'ul bo'ldim. Ularni kuzatib endi xatm qilib qo'yay desam, yana boshqasi keldi. Shu tarzda bir necha marta takror bo'ldi. Oxiri bir odam kirib taqsirimning vafotlarini aytganidan keyin men xatmni u kishini uyda qilaman deb keldi. Bu ajoyib bir holat meni umrimda endi bir marta bo'ldi. Qancha marta o'qigan Qur'onimni bitirib kimgadir bag'ishlayman dedim, lekin oradan odam chiqaverdi. Xalaqit bo'laverdi. Oxiri bir kishi borib, shunaqa falon kishi vafot etibdilar degandilar. Shunda niyat qildim, uylariga borib shu xatmni oxiriga yetkazaman, bag'ishlayman deb keldim. deb bizga mana shu hikoyani, qissani qilib berdilar. Keyin ulug' yoshdagi kishi bir duosini olaylik degan maqsadda Muhammad Aminjon ba'zi bir hadiyalar chopon bergan edilar.
choponni o'sha mashinaning ichidan qaytarib olishni talab qildilar. Qaytarib bizga berib, menga chopon kerak emas yoki pul kerak emas, Hazratni eski do'ppilaridan bitta beringlar deb biz kechasida shuni izlab chiqib olib topib berdik, duoni qilib qaytib ketdilar. Mana bu yurtimizdagi eng katta yoshdagi qori domlalarimizni qilgan himmatlari biz barcha qorilarimizga, jumladan Abdulaziz qori hoji og'amizga chin qalbimizdan mana shu padari buzurgvorimizga bag'ishlab Qur'on o'qiganlari uchun, xatm qilganlari uchun tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Xalq o'zini sevgan olimiga qiladigan hurmatini, ya'ni o'zi topib qilar ekan. Toshkent bilan Bekobodning orasida keng bir dehqonchilik yerlari bor. O'sha yerdagi dehqonlardan biri keldi. Qur'on o'qib duo qilgandan keyin aytdiki, biz o'sha yerda dehqonlar hammamiz to'planib, sizning ixtiloflar haqida degan kitobingizni o'qib, oxiriga yetkazib, savobini otangizga bag'ishladik va dehqonlarning nomidan vakil bo'lib men keldim dedilar. Biz ularga ham tashakkur bildiramiz va shunga o'xshagan ishlarni qilayotganlarga ham tashakkur bildiramiz. Otamiz rahmatullohi alayhi vafot etganlaridan beri o'zimizni Buloqboshi qishlog'ida, atrofdagi qishloqlardagi tug'ilayotgan o'g'il bolalarga Muhammad Yusuf ismini qo'yishyapti. Shulardan bir nechalarini uyimizga ko'tarib olib kelishdi. Men o'zim azon aytib, tanlaylarini ko'tarib, o'sha jajji Muhammad Yusuflarning haqqiga hoji bobolariga o'xshagan olim bo'lishlarini tilab, shariatga xodim bo'lishlarini tilab, qo'ldan kelganicha duolarni qildim. Kecha Surxondaryodan bir kishi telefon qildilar. Janozadan bo'lganidan qaytib keldim. Xalqqa xabarni yetkazdim. Hammamiz Qur'on o'qib duolar qildik. Sizga xalqning nomidan yana bir bor ta'ziya izhor qilaman. Shu bilan birga mana shu go'daklarimizdan birining nomini taqsirimning nomlariga qo'yishga ijozat so'rayman degan gaplarni ham aytdilar. Shu kabi ishlarni qilib o'z ehtiromlarini izhor qilayotgan kishilarga ham chin qalbimizdan tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Shuningdek, boshqa diyonlardan ham xabarlar kelib turibdi. Hozir Toshkentdan kechqurun o'g'lim Ismoiljon keldilar. Arab diyonlaridan, musulmon diyonlaridan vazirlar, boshqalar tanishlardan faks orqali, elektron pochta orqali, telefon orqali tanish bilish, qarindosh urug' boshqalardan demak ta'ziyanomalar kelib turibdi ekan. Undan keyin internetda bizning bir sahifamiz bor. Hali ta'ziyani u yerga xabarini berganimiz yo'q, lekin chet ellardan juda ko'p ta'ziyanomalar kelibdi. internetchi bolalarimiz hali uni saralab o'rgilishganlari yo'q ekan. Ularni hammalariga ham biz o'zimizni chin qalbdan tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Shu bilan birga mana shu qishlog'imizning xalqiga, qo'ni qo'shnilarimizga, bu yerdagi hukumatga va xususan Andijon viloyatining hokimlari janob Begaliyevga, shuningdek markaziy hukumatdagi rahbariyatlarga mana shu dafn marosimida fotihaga kelganlarga va boshqalarga yengillik yaratib, bizni o'zimizda ta'ziyalar izhor qilib, xizmatlarini taqdim qilib turganlari uchun chin qalbimizdan tashakkurlarni izhor qilamiz. Buni ustiga mana Ichki ishlar vazirligining xodimlari, davlat yo'l nazorati xodimlari, shunga o'xshagan ko'pchilik vazifadorlarimiz hammalari juda bir ixlos bilan xizmat qildilar, savob umidida xizmat qildilar. Ularni barchalariga ham tashakkurlarimizni izhor qilib, Alloh subhanahu va taolodan xayr baraka tilab qolamiz. Qolaversa butun xalqimizga, uzoq yaqindan kelganlar, yaqinlari qo'shini bo'lsa, ba'zi 1,5 ming kilometrdan kelgan kishilarimiz ham bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo hammalarini qilgan himmatlariga, e'tiqodlariga
ehtiromlariga yarasha ajrni, savobni, mukofotni ko'paytirib bergan bo'lsin. Xususan mana shu yerda to'planib o'tirgan azizlar va ota taraf, ona taraf qarindoshlarimiz doim yonimizda turib, bizni ko'nglimizni ko'tarib, shu yerda hamdard bo'lganlari uchun ularning barchalariga ham tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Azizlar, bunday musibat paytlari doimo musulmonlar uchun ibrat. Musulmonlar uchun va'z, nasihat, musulmonlar uchun bir-birlari bilan yaqinlashish, birlashish munosabatlari bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam kafa bil mauti va'izan deganlar. Va'izlik uchun o'limni o'zi kifoya qiladi. Agar aqlli inson, insofli odam bolasi o'limni ko'z oldiga keltirib, o'lim haq ekanligini diliga tukkan bo'lsa, unga va'izning keragi yo'q. Chunki har soatda, har daqiqada odamlar o'lib turibdi. O'lganlarning ichida hokim ham bor, mahkum ham bor. Olim ham bor, johil ham bor. Erkak ham bor, ayol ham bor. Ulug' yoshdagi ham bor, kichik yoshdagi ham bor. Farqlamaydi. Bitilgan, ajali bitilgan soatda, daqiqada, lahzada keladi. Mana shunday munosabatlarda bo'lganimizda, demak biz bu o'lim farqlamasligini, haq ekanligini, bir kuni hammamiz shu holga tushishimiz aniq ekanligini ishonishimiz va ana shu kunga, ana shu soatga, ana shu lahzaga tayyor bo'lib borishimiz kerak, doimiy ravishda. Mana shu holatlar demak hammamizni nihoyatda bir ehtiyot bo'lishga, doimiy ravishda Allohning aytganida yurib qaytganidan qaytishga va ibodatlarimizni to'liq ado etib, nihoyatda o'zimizni har lahzada o'lib qolsak, armon qilmaydigan bo'lib ketishga tayyorlanishimiz kerak. Shuning uchun saf tortib namoz o'qiyotganda aytiladiki, sollu salatal muwaddi'i. Namozni o'qiganda dunyo bilan vidolashayotgan odamdek namoz o'qiydilar. Ya'ni namoz o'qib turib o'lib qolsanglar, keyin armoninglar qolmasin. Mana shu ma'noni demak biz bilishimiz kerak. G'aflatni o'zimizga begona bilib, doimiy ravishda mo'minlik, musulmonlik vazifasini ado etib, doimiy ravishda pok yurib, pok turib, ibodatlarni vaqtida ado etib, qazoyi qadar tufayli ajalimiz yetib qolsa, armonda ketmaydigan holatda bo'lishimiz kerak. Alhamdulillah biz bilan, siz bilan biz hammamiz vafotlari munosabati bilan to'planib turgan zot xuddi ana shunday bo'ldilar. Buni Zokirjon akam juda yaxshilab vasf qilib berdilar. Tahorat bilan Allohning ulug' kuni juma kunida mehrobda turib, xalqqa Allohning kalomini, payg'ambarning sunnatini yetkazib turib, xalqqa jannatga faqat pok odam kiradi deb turib, jonlari uzilishini o'zi albatta bu katta bir baxt, katta bir saodat. Alloh subhanahu va taolo boshqa bandalarga ham mana shunga o'xshagan bir orqadan qolganlarini ham ko'ngliga tasalli beradigan holatlarni nasib qilgan bo'lsin. Men yana bir bor barchalaringizga chin qalbimdan tashakkur izhor qilaman. Oilamiz nomidan barchalaringizga Alloh subhanahu va taolo xayrni, barakani ato qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo doim yaxshilikda yurib, yaxshilikda turishni nasib qilgan bo'lsin. Endi mana majlisimiz nihoyasiga yetgan bo'lsa, Nurulloh Qorakamdan iltimos qilamiz, yana bir tilovat qilsinlar. So'ngra hammamiz yana bir duoga qo'l ko'taraylik.